Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimiz va Ustoybek UPS Inverter Telegram kanalimiz obunachilari. UPSimiz do'stlar. Bu videoda birinchi ko'rayotgan odam bo'lsa, albatta bu nima dedi? Qisqa va lo'nda qilib tushuntirib o'taman. UPSda xullas akkumulyatorga ulaysiz, tokka ulab qo'yasiz, iste'molchingizni UPSga ulab qo'yasiz. Faraz qilamiz, lampochkalar, televizorlar, uydagi bitovoy, любой texnika. 1 kilovat, 2 kilovatlar bor. Tokkulaysizda akkumulyator ulab qo'yasiz, har doim svet bo'ladi. Svet borligida svetni olib o'tib beradi. Svet o'chidan bo'lsa, mana srazi akkumulyatordan чистый sinus chiqarib beradi. Svet kelganda o'zi yana avtomatik o'tib olaveradi. Svet o'tgani ham, o'chgani ham sezmaysiz ana. Zaddishkasi yo'q. Xullas akkumulyatorda o'zi zaryadka qiladi. Svet borligida qon to'ysa o'chiradi, qonni och qolsa unda ham o'chiradi, akkumulyatorni o'ldirmaydi. Keyin rejim хранения deydi. Akkumulyatorlarda bir xil rejim хранениясida saqlab turadi. Akkumulyator qaynab ketib qolmaydi. Endi bu UPS ni qolgan UPSlar bilan nima farqi bor deydigan bo'lsa, do'stlar, fabrichniy, zavodskoy tayyorlanyapti aytilgan kilovatlar. 12 voltga 1 kilovat, 24 voltga 2 kilovat va 48 voltga 4 kilovatli UPSlarimiz bor. Ustoybekda aytilgan kilovatlar do'stlar, masalan 1 kilovatni 1 kilovatda berib qo'ysangiz ko'tarib ishlayveradi. Qizib ketmaydi, kuyib ketmaydi. 5 yil do'stlar garantiyasi bor. 4 kilovatligimizda 4 kilovat nagruzkani bemalol ishlaydi. Qolgan UPSlar masalan 4 kilovat, 5 kilovat yozsa, siz aytayotgan kilovatni bermaydi do'stlar. Ustoybekda realniy расчёtlar, aytilgan kilovatlar, aytilgan mощностьlar. Keyin bizda ko'proq zamikaniyalar bo'ladi, boshqa bo'ladi. Shunaqalarga ham защита kuchli, mabodo bilmasdan masalan. Bilmasdan zamikaniya qilib olsangiz, avtomatik o'chirib qo'yadi. Bezopasniy tomondan do'stlar, hali ko'pincha UPSni to'kilib qaramaysiz-ku, o'zi avtomatik ishlayveradi. Shunaqa tomondan, bezopasniy tomondan bu UPSimiz yaxshi do'stlar mana. Zamikaniya bo'lsa o'chirib qo'yadi. Ko'rasizlarmi? Zamikaniya bo'ldi deydi, o'chirib qo'yadi, ishga tushirmaydi. Bezopasniy tomondan yaxshi, chunki har xil xavotirlar bo'ladi, uyda bo'lasiz, bo'lmaysiz, защитasi kuchli. O'zi avtomatik o'chirib qo'yadi. Zamikaniya ketidan bo'lsa, yana o'zi qayta ishga tushaveradi. Hozir chiylar oyoqlantiryapti. Korotkий zamikaniya bo'ldi. Shunaqa turib o'zi UPS o'chirib qo'yadi. Akkumulyatorga ulaysiz, tokka tiqasiz, tegmaysiz. O'zi ham yo'qni avtomatik bajaraveradi do'stlar. Mana ishga tushyapti. Uje yana tekshirib ko'radi, tarmog'ida zamikaniya yo'qmi? Agar yo'q bo'lsa, yoqadi, agar bo'lsa yana o'chirib qo'yadi do'stlar. Mana. Endi do'stlar qaranglar, bu UPSimizga 5 yil garantiya berilyapti. Narxlari faqat UPS o'zini tayyorlab sotyapmiz. Zavodskoy, fabrichniy terilyapti. Akkumulyator o'zingiz olib qo'yib olasiz. Akkumulyatorlar GLV'lar, mashinalar akkumulyatorlari farqi yo'q. Bu akkumulyatorga bu tushaveradi, zaryadka qilaveradi do'stlar. Muhimi GLV lekin yaxshi ishlayapti. Mashinanikiga ham ko'p mijozlarning mashinani akkumulyatorni qo'yib olyapti. Endi 3-testimiz bor. Hozir ko'rdilaring. Zamikaniyaga ish bola bo'lmadi. 5 yillik kafolat beriladi, 5 yillik garantiya berilyapti. Endi 3-test bor. Bu testdan hech qaysi UPS do'stlar o'tmaydi. Aynan Ustoybek UPS bu testdan o'tadi xolos. Qaranglar, men ko'pincha mijozlarga bersam, o'zi montaj qilyapti, yo noto'g'ri montaj qilyapti, noto'g'ri uстановка qilyapti. Masalan, tarmoqning kirishini UPS kirishiga ulashib yuboradi, ya'ni qisqa tutashuv bo'ladi. Bunda любой UPS kuyib ketadi do'stlar. Lekin Ustoybek UPSda bu narsa bo'lmaydi. Do'stlar, qarab turinglar. Mana bu tarmoqdan tushgan davlat to'ki UPSni chiqishiga ko'pincha ulashib yuboradi, adashmovchilik bo'ladi. Shunda qolgan UPSlar do'stlar kuyib ketadi. Mana qaranglar. Bu davlat to'ki, mana to'k bor bunda. Mana. Bunda to'k bor. Bunda mana chiqishda to'k bor. Agar ikki to'k ko'rishib qolsa nima bo'ladi? Qolgan UPSlar do'stlar kuyib ketadi. Hozir biznikida защитаning kuchliligini ko'rasizlar. Hozir ular test qilib ko'rsataman. Bunda to'k bor. Olamiz. Mana. Endi masalalarga hozir zamikaniya qilib ko'rsataman. Qarab turinglar. UPS ga ulab boramiz. Qaranglar. Ko'rdilaring? Chiyillab o'chirib qo'yadi. Mana bu ba'da davlat to'kida bor edi. Yana chiqishi bor. Ko'rasizlar? Mana. Bunaqa holatda hech qaysi UPS o'tmaydi, aniq %100 kuyib ketadi. Hozir mana bu UPS hech bo'la bo'lmas, защитasi kuchli. Ya'ni davlat to'ki bilan UPS dan chiqayotgan ko'rishib qoldi. Ishlayapti UPS. Besoniq. Bizda aytilgan kilovatlar do'stlar.
Men sizlarga hozir yana ko'rsataman. Xo'p, quyosh isitgichi 1 kilovatlik, 1 kilovatlikni bemalol realni ko'tarib ishlatadi mana. Tarmoqni ko'ramiz. 895 watt olyapti. UPS da ham qancha nagruska olayotganini ko'rsatib turadi. Напряжение pasayib ketib qolmaydi, bir xilda ushlaydi. Load 895 watt olyapti. 11.5 volt akkumulyator yo'nkisi. Do'stlar, tarmoqda pramolot beradi, lekin akkumulyatordan chiqayotgani stabilni bir xilda ushlab beradi. Hali nagruska ulaganingizda tushib ketib qolmaydi. 893 watt. Bu yerda 896 watt. Qancha rasxod qilganini aytib turadi. Do'stlar, mana o'zlarining kodlarini bemalol ko'tarib ishlataveradi. Aytilgan kilovatlar, masalan, 1 kilovatmi? 1 kilovat ulasangiz ishlataveradi. 2 kilovat, 2 kilovat ulasangiz ishlataveradi. Demak, Ustoybekda do'stlar ishonchli UPSlar, aytilgan kilovatlar, aytilgan raschodlar. UPSni o'zi akkumulyator o'zlarini olib qo'yasizlar. UPSni endi narxlariga keladigan bo'lsak, narxlari Telegram kanalimga o'tinglar, o'sha yerga tashab qo'yganman. O'sha yerda Ustoybek UPS inverter Telegram kanalimiz bor, ya'ni pastda opisiyaga bitta bossalaring o'tib ketasiz. O'sha yerda narxlarni chiqarib berilgan, o'sha yerda narxlarni tanishlaring mumkin do'stlar. Ikkita akkumulyator olib qo'yasiz yoki bitta akkumulyator olib qo'yasiz, ishlataverasiz do'stlar mana. Moshni. Sizlar bilan Ustoybek bo'ldi. Hozircha xabar demayman. Kanalga obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin. Mana shunaqa yangiliklar sizlar birinchi xabardor bo'lasizlar. Ustoybek UPS inverter Telegram kanalimda hamma ma'lumotlar bor. Narxlari o'sha yerda, o'zingiz ko'rib o'tasizlar.